Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bir ish jarayonidamiz. Andijon Buloqboshi tumanida Akfa Alumin Zolotoy dubka terasi olib kelib qo'yib berganmiz. Jami 5 ta oraliq. Har bitta oraliqdan rom ochilishlari bor, ikkita oraliqda eshiklari bor. Hozir montaj jarayoni ketyapti. Mana so'risini ustini ham pasi bilan bitta liniyaga tortib berganmiz. Uzoqdan qaraganda ham tekis turadi. Ustullarni oldinga alkafonni urib berganmiz chiroyli qilib. Pastlarni ham alkafon. Eshiklarni rezinka solyapti, nelarga bo'ldi. Eshiklar ona yopilishlari. Bitta chiroyli xudo xolasa. Montaj jarayonlari bo'lyapti. Oynasi bir qavat yo'lda bo'lgan. O'sha trend bo'layotgan bitta barmoqda yopiladigan eshiklar. Chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Bu ishlarimizni kvadratini 585 mingdan qilib berdik. Akfani originaliga bo'ldi, yo'lda bir qavat oynaga. Oynalari solingan, xudo xolasa. Rezinkalari ham sovuq kirmaydigan bosma rezinkalardan bo'ldi, chekkalari ham. Xudo xolasa. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp, Imo hammasi ishlayapti. Yana bu oxirida bir videolarni tashlab qo'yamiz. Xudo xolasa bitgan jarayonini. Rahmat, sog' bo'linglar.